Keladi xolosa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Mana shunaqa ona bolalarni o'ta zo'rlaridan yetib kelgan. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. YouTube ishqibozlari mana shunday toza xolosa hisori ona bola ishqibozlari. Obunachilar videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Puli yengil ona bolalar yetib kelgan. Like-ni bosa, kommentariyaga xolosa Saydullo otangga rahmat deb ketasizlar. Bugungi syomkamizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida shunda xolosa yangi obunachimizga qo'yiladi. Yaxshilaridan yetib kelgan ekan. Bularni bor ma'lumotini O'tkirbek akamizdan olib berishga harakat qilamiz. Yeb ichish qanaqa, dastlabkilari qaygacha, asosi narxini uka, xudo xolosa obunachilarimizga Ramazon aksiyasiga narxini ishonavering, suv tekin qilib beraman dedilar. Xudo xolosa mana o'zlaridan ma'lumotni olaveramiz. Assalomu alaykum. O'tkirbek akasiz. Assalomu alaykum. Obunachilar assalomu alaykum. Xushmisizlar? Ramazonlarda qiynalmayapsizlarmi? Sog'-salomat yuribsizlarmi? qo'ylab kelib oldingizmi aka? Qo'ylar yetib keldi uka. Xudo xolosa. Puli yengillar inshaalloh. Bomba bo'ladi bugun. Bomba bo'ladi. Kanalda birinchi ishlayapmiz. Inshaalloh obunachilarga qo'ldan kelganicha arzon qilib qo'yib beramiz. Yana so'rashadi shunaqa qo'ylardan. Yana to'p berasiz, xudo xolosa aka. Qancha kerak bo'lsa, qo'ydan muammo yo'q. Bo'ldi, xudo xolosa aka. Birinchi partiyamizga soni nechta? Soni 9 dona. Soni 9 dona, xudo xolosa. 9 ta bolasi bo'ladi. 9 ta bolasi. 8 ta qo'chqar, bitta so'liq obunachilar. Bitta so'liq. Bir dona so'lig'i bor ichida. Xudo xolosa, mana yeb ichishlari aka sinovdan o'tdimi? Yeb ichishlariga borib chidasa bo'ldi. O'ta konkret. Mana hammasi xudo xolosa bolalari yem hashakka kirib qolgan. Bolalar mana akalar hammasi toza qo'chqorlar akalar, xudo xolosa otalari yaxshi qo'chqor qo'shilgan inalariga mana. Bu hammasini qarang. Xudo xolosa aka, bu onalarning yoshi qanaqa? Onalarning yoshi 8 tadan jicha maydalab olib chiqishi. 8 tadan. Shuna bitta. Yoshi kattaroq. Xullas, buni qo'chqor so'liqda olishadi. Bular qurbonlikqa tayyor bo'ladi onalari. Ketaveradi go'sht yo'nalishiga. Go'sht yo'nalishiga boqaman deya kelamiz, xudo xolosa. Toza qisirti, xohlasa hozir ajratib olsin, misol obunachilar olib turib. Bizdan olib ajratib olsa ham bo'laveradi. Sababi buni bolalari bor, onalari bilan teppa-teng o'tib bo'libdi o'zi. Yem hashakka kirib olgan, xudo xolosa. xolosa. Hashakka kirib bo'libdi bolalari. Mana xudo xolosa hammasi o'yna qilib, sog'lom narsa qidiribsiz aka, xudo xolosa. Aka, siz mashq qo'ylarni ko'rib turibsizmi? Oling, xudo xolosa, maza qilib boqasiz. Aka, xudo xolosa qo'y olishda adashmang. Mana shunaqalarni o'tkazib yormasdan olsangiz, maza qilib xudo xolosa narmanni foydasi bor. Aka, xudo xolosa. Qo'ylar bor, o'ta konkret ketadi. Yeb ichishi zo'r. Yeb ichishi zo'r bo'lsa bo'ldi. Qo'y yeb ichgan qo'y hech qachon og'zi bir ish ko'rsatmaydi. Jicha akalar, jicha mehr talab. Mashinaga mehr beraversangiz. Dalada yurgan ancha oziq qo'ygan, lekin bolalarni qarang, o'ta danak. Mana hammasi bir xil. Bu 15 kunlik qo'zi mashinlar. Oldi 1 oylik bo'lishi mumkin. Yosh bitta ikkitasi. Mana hammasi mana. Mashina. O'zi aytdi egasi mana vash qo'chqordi 10 kun bo'ldi mana. 10 kunlik. Vash qo'chqor 10 kunlik. Qarang. Xudo xolosa. Xudo xolosa akalari mana ko'rasizlar, onalarni ham rattasi bundoqqan, yo'tal kusal yo'q. Hammasi sog'lom narsalar. Mana o'ynoq qilib turibdi akalar. Mana bir joyga olaman degan akalarimizga xudo xolosa narxini aka chiroyli qilib bersangiz obunachilar. Kommentariyaga O'tkirbek otangga rahmat. Gazini bosib deb ketishadi xudo xolosa. Narxini bomba qilib bersangiz bo'ldi aka. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, inshaalloh qo'ldan kelgancha duo qilib turasizlar. Biz ham olib jicha-jicha foyda qilib sotamiz. To'ppa-to'g'ri. Narxini bori 5 million 500 400 ham emas. 5 million 300 dan bir joyga ketaveradi. Real nima aka? Realni. 5 million 300 ming so'mdan telefon qilsin, vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beraverasiz, xudo xolosa. Mana qo'yni ko'rsating. Mana akalar. Mana uzoqdan oldi akalarimizga 9 ta bola qo'y, bitta so'liq 8 ta qo'chqor. 8 ta qo'chqor, xudo xolosa mana. 5 million 400 ming so'mdan aka o'tib berasizmi? 5 million 400 emas, 5 million 300. 5 million 300 dan o'tib berasizmi aka? Chiroyli qilib o'tib beraman. Yana o'taymi? Obunachilar xursand bo'lsin-a? Ha, obunachilar xursand bo'lsin, xudo xolosa. Ramazon aksiya deb qo'ydik aka bu videoni boshida. Bo'ldi. 5 million 200 dan bo'lsin. Oxiriga 200 dan Toshkentgacha yetkazib berasizmi? Toshkentgacha yetkazib beraman. Lekin tanlab olsa plyusi bor. Nech puldan plyus bo'ladi? Masalan aka, tanlab olsa misol mana 5 ta 4 ta yaxshisidan olsa mana. Oladigan odam aka yaxshisini oladi. Tanlab olganga 5,5 dan lekin. 5,5. Bolalari 9 ta bo'lgan bilan 9 xil tozi berdi. 9 xil. 5 ta 6 ta katta bolasi bor, 4 tasi kichkinaroq. O'sha farqi. 5,5 million so'mdan 4 ta 5 ta tanlab olishlar. Siz tanlab bersangiz, masalan 2 ta 3 ta. Men o'zim tanlab bersam 2 ta 3 ta 5 million 200 dan umuman 1 so'm qo'shilmaydi. 5 million 200 ming so'mdan qo'shilmaydi mana. Obunachilar, xudo xolisa. Akalar, narxlar arzon bo'ldi, shoshilib qoling. Mana bolalarni qarang.
hozir olib chiqib sotib yuborsangiz ham bo'laveradi, xudo xohlasa. Chunki o'zini o'zi bolalari ham eplayveradigan tekik bor. Buni garbanozini qarang, xudo xohlasa. Qo'zilari ham hammasi sog'lom. Mana birontasi bundan oqqan yo'tal kusali yo'q. Muhim akalar sog'lom. Sog'lom narsa oling, xudo xohlasa qimmat bo'lsa ham yeb turgan narsa olsangiz, xudo xohlasa akalar o'zgarib, yaxshini daromad bo'ladi. Aka, xudo xohlasa bugunga mashlam aka. Yo'q, yana bir partiya qo'yimiz. Yana bir partiya bor. Bo'g'oz qo'yimiz bor. Puli bor, o'ta yengil. Obunachilar mazza qilib borishadi. Bo'ldi, xudo xohlasa obunachilar keyingi partiyalarimizga navbat. Xudo xohlasa akalar ikkinchi partiyamizga bo'g'oz so'ragan akalamizga soni ham 4 dona bo'g'oz variantida. Aka, bular yoshlik qanaqa? Buni mana shu ikkita turibdi, bir xil. Ha, ikkita. Nariga 3 tasi 2 tish. 2 tish. Bitta o'sha yosh kattasi bor, 6 tish. Bittasi bor 6 tish. 6 tish. Ha, bo'ldi, xudo xohlasa. Sog'lom aka, xudo xohlasa bular yeb ichishi zo'r. Bular aka bo'g'ozlig'i necha oylikdan berasiz? Bo'g'ozligi 4 oylikdan o'tgan bular aka. 4 oylikdan o'tgan, xudo xohlasa. Unda bo'lyapti hammasi. Mana hammasi akalar. Yaqin rozangiz ko'rilgan qolsa kerak o'zi. Xullas bo'g'oz, 100% bo'g'oz. 100% bo'g'oz mana. Kelgan odam shunday ushlasa ham, misol uyiga borganda ko'rsa ham, jolatib olinmaydi. Ko'chib qo'ygan o'zi tagiga. Katta o'lyapti. Naq bo'g'oz so'ragan akalarimizga 4 dona. Xudo xohlasa akalar, bular ham o'ta zo'r, xudo xohlasa aka. Bular ham bitta qirqim yesa, juni o'ta zo'r bo'lib qoladi. Jicha aybi, jicha ariqroq, lekin xudo xohlasa qo'ylar o'ta zo'r. Aka, buni narxini o'ta bitta cho'tki qilib bering, xudo xohlasa. Bir joyga shunday videoni ko'rdim deb turib, shunday ovarishada haqida narx ayting, bo'ldi aka. Qarang, 4 dona yeb ichish o'ta zo'r. Inshaalloh obunachilar sinab olishaveradi. Bir hafta sinov muddati bor. Yeb ichishdan muammo yo'q, salomatligi yaxshi. Bir joyga olganga 4 million 200 ming so'mdan. 4 million 200 ming so'mdan. 4 million 200 ming so'mdan. Realmi? Boriga. Telefonga nega sotilib ketdi demaysiz aka? Yo'q. Turgan bo'lsa turgan deyman aka. Sotilgan bo'lsa sotilgan deyman. O'zani ko'ramiz. 4 million 200 ming so'mdan yetkazib beraman. 4 million 200 ming so'mdan Toshkentgacha yetkazib berasiz. Toshkentgacha yetkazib beraman. Xudo xohlasa mana akalar, 4 million 200 ming so'mdan akalar arzon bo'ldi. 4 million 200 ga ham hozir kichkina barra beryapti. Bu akalar yaqinda bittasi birinchi qoringa, bittasi uchinchi qoringa. Uchinchi qoringa, xudo xohlasa mana. Aka, buni ikkitaga ham sotaverasizmi? Hammani bittaga ham sotilaveradi, faqat kilosi bor. Narxini kelishiladi, xullas. Kelishtirib berasiz, telefon qilishsa aka. Nima yoki qo'ylar endi bitta ketgani yaxshi bizga ham, chunki bitta partiya bitta to'ponni qo'yadi. Aka, hammani sharoit har xilda demoqchiman. 4 tani olsa, undan ham yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Undan ham yaxshi bo'ladi. Aka, bugunga shular bo'ldimi? Bugunga mana shular. Bo'ldi, xudo xohlasa obunachilar keyingi syomkada ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga omad tilayman. Xudo xohlasa obunachilar kommentariyaga yaxshi fikrlarni yozib ketasizlar.